Qoraqalpoq teatrining rivojlanishiga salmoqli hissa qo'shgan komik aktyor Jaxsinbay Bekmuratov o'zining qisqa umrini shu sohaning rivojlanishiga bag'ishladi. Fantaziyaga boy xalq hazillari, urf-odatlarini yaxshi tushungan aktyorning ijro etgan rollari hanuzgacha xalq xotirasida abadiy saqlanib qoladi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrida Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Jaxsinbay Bekmuratovning 90 yilligiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Jaxsinbay Bekmuratov Kegeyli tumanining Xalqobod shahrida tug'ilgan. Bolaligida teatr aktyorlari qishlog'iga tez-tez kelib spektakllar ko'rsatardi. Mana shundan boshlab uning teatrga bo'lgan mehri uyg'ondi. Maktabda o'qib yurib, drama to'garaklarda qatnashib, spektakllardan parchalar o'qib, o'zi ham rollar ijro etgan. Ayniqsa Suymaganga Suykembe spektaklidagi go'dalakni o'ynaganda ustozlari yaxshi aktyor bo'lishiga ishonch bildirgan. U o'qishni tugatgandan so'ng avval maktabda o'qituvchi, so'ng 1995-yilda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatrida sahna ustasi bo'lib ishga kiradi. Uning sahnaga bo'lgan qiziqishini ko'rib, rejissyorlar kichik rollarni berib ko'rishadi. Har bir rolni o'zicha boyitib yetkazib bergani hammaga yoqadi. Uning fantaziyasi boy, xalq hazil-mutoyibalarini yaxshi tushunadigan aktyor bo'lib yetishdi. Shuning uchun ham uning ijro etgan rollari o'zining xalqchil yumori, laqmaligi bilan ajralib turardi. Jaxsinbayga endi tekarga bas roldan keyingi adamlar. Sonda xalq kulkudan charchadi-ku, kulkudan charchadi. Bir so'zdan keyin anlar artistlar söyley olmay turadi. Keyin ne deydigan keyin bizler kutib o'tiramiz. Ana adamlarning kulkusi baslo'ng qaravin turadi. Tek ko'chada yurgan ko'rib adamlar uchun arman edi. Son darajadagi adamlar bo'lganda bular xalqning suyukli farzandine aylangan. Үлкен мал жаздырғандарды Төлен Исаға үйіне жібердік та. Ал мына жазық жазылғандарды Мәдияз үйіне жібердік. Мен бұны түйетоқ жазылғандар кім үйіне апармыз? Үй жоқ болған. Оның өмірі сахнада күлкі үлесуімен өтті. Ол күлдіріп тұрып жылатты. Жылатып тұрып ойландырды. U qizlar hazili, Qoraqalpoq qizi, Toshbolta ochiq, yo'l ko'rsatuvchi yulduz, Suymaganga Suykembe, 40 qiz kabi yumor satiraga boy spektakllarda ijro etgan rollari xalqimizning mangu xotirasida qoldi. Shuningdek, teatrda ishlash bilan birga Qoraqalpoq radiosida beriladigan Tikanak satirik jurnalining va televideniyada teleminiatyuralarning asoschilaridan biri bo'ldi. Qoraqalpoq teatr san'ati rivojiga qo'shgan hissasi uchun unga Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni berildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shular edi. Sog' salomat bo'ling.